alaykum hammaga. Xudo xohlasa navbatdagi obyektimiz hayotda. Bu obyektimiz bog'cha. Bu obyektimizda kechadan ish boshladi. Kechqurun. Soat 4dan keyin ishlatdi bolalar ketgandan keyin. Men gipsdan перегородка bo'lgani uchun bu batareyaga noshlab qo'yib yubordi. Oyoqchalar. Mana. Xudo xohlasa ancha qo'shib qoldi. Ikkinchi etajimiz bu. Mana shu holatda. Kunduzi bolalar o'qishadi, bolalar bo'lishadi. Kechqurun bajarib turibmiz ishlarimizni.